Xo'p, botga kirganimizdan keyin, startni bosganimizdan keyin mana shunaqa ikonka chiqarib beradi. Do'kon tugmasini bosamiz. Do'kon tugmasini bosganimizdan keyin bizga web app ko'rinishida internet magazinimizni ochib beradi. Bu yerda hamma mahsulotlarni dannelar chiqib keladi. O'zimizga kerakli mahsulotni tanlab olamiz bu yerdan. Savatga qo'shamiz. Savatga qo'shganimizdan keyin bu so'raydi, ya'ni do'kondan bu narsa olasanmi, yo'qmi? Agar olmoqchi bo'lsangiz, yana tanlab olasiz. Agar olmoqchi bo'lmasangiz, shu korzinkani ustiga bosasiz. Davom etish qilasiz. Xo'p. Bular hozir faqat Samarqandni belgilab qo'ygan ekanlar kartadan. Ya'ni Samarqanddagilar zakaz qila oladigan qilib qo'yibdilar. Ya'ni buyurtma berayotganda sotuvchi qayerda belgilab qo'ygan bo'lsa, ya'ni nechta regionni belgilab qo'ygan bo'lsa, o'sha regiondagilar zakaz qila oladi. Manzilni kiritamiz. Telefon raqam kiritamiz. Kartani bir marta so'raydi. Manzilni kiritish bir marta so'raydi. Birinchi marta kirayotganingizda do'konga birinchi marta buyurtma berayotganingizda so'raydi. Yetkazib berish yoki olib ketish qilasiz. Agar dastavka bo'lsa yetkazib berish. Xo'p. Kuryer uchun izoh qanaqadir qo'shimcha so'z bo'lsa, kuryer uchun shuni kiritib qo'ysangiz bo'ladi. To'lov usulini tanlaysiz. Naqd. Promokodingiz bo'lsa, promokodni kiritib to'lov qilasiz. Buyurtma berishni bosib yuborsangiz, bo'ldi, buyurtmangiz beriladi. Mana bu sizga buyurtmangizni chekini chiqarib beradi.